Assalomu alaykum kichik do'stlar. Ajdod devişi cho'chaklar dunyosiga kelganinglarni qarshi olamiz. Bugungi cho'chkimiz bo'ri bilan qo'zichoq. Qo'zichoq daryo bo'yida suv ichib yotsa, bir bo'ri kelib, "Daryo suvi mening, sen nimishqa mening suvimni ichsan?" debdi. "Daryo suvi tog'dan yiqib kelgan tursa, qandoq siga sening bo'ladi?" debdi qo'zichoq. "Mening degan ekanman, mening. Sen mening suyimni ichgan ekansan. Bugun kechda seni yeyman," debdi bo'ri yovuzlik bilan. Qo'zichoq uyga qaytib kelib, qo'rqqanidan eshik tugida yig'labdi. Bir aslan kelib, "Hey qo'zichoq, soning bo'ldi?" deb so'rabdi. "Bo'ri kechda meni yemoqchi," debdi qo'zichoq unga javoban. "Hech qisi yo'q. Men sana yordam qilay," debdi aslan. Siriq kuchuk kelib, "Ay qo'zichoq, nimishqa yig'laysan?" deb so'rabdi. Qo'zichoq, "Bugun bo'ri kechda meni yemoqchi," deb javob beribdi. Bir ot kelib, "Ay qo'zichoq, sana nim bo'ldi?" deb so'rabdi. Qo'zichoq, "Bo'ri bugun kechda meni yemoqchi," debdi. "Hech qisi yo'q, men sana yordam qilay," debdi ot. Fil kelib so'rabdi. "Ay qo'zichoq, sen nimishqa yig'laysan?" "Bo'ri kechda meni yemoqchi," debdi qo'zichoq. "Hech qisi yo'q, men sana yordam qilay," debdi fil. Qarong'i tushibdi. Aslan, siriq kuchuk, oq ot, fil qatorliqlarning hammasi qo'zichoqning uyiga kelibdi. 5 do'st birdan maslahatlashgandan keyin yaxshi bir chora tepibdi. Qo'zichoq daraxtning keyniga, fil daraxtning ostiga, oq ot uyning keyniga muqibdi. Aslan bilan siriq kuchukchu, aslan mashina tuviga, siriq kuchuk eshikning keyniga muqibdi. Hammaylar un chiqarmay turishibdi. Bir ozdan keyin bo'ri kelib, "Qo'zichoq, sen qayerda?" deb to'lg'an bo'lsa-mu, hech qanday sado chiqmabdi. Bo'ri uyga kiribdi. Uyning ichi qop-qorong'i bo'lg'achqa mashga o't yoqmoqchi bo'libdi. Aslan bir sakrabli bo'rining yuzini tatlabopti. Bo'ri qo'rqib ketib, eshik tarafga o'zini etibdi. Siriq kuchuk eshikning keynidan etilib chiqib bo'rining putini bir tishlagan ekan, bo'ri og'riqqa chidamay varqirab etibdi. Bo'ri uydan etilib chiqqan ekan, uy orqasidagi ot bo'rini toza kelishtirib birini tepibdi. Ot uni tepgan biti daraxtning tuyiga olib o'tibdi. Qo'zichoq daraxtning keynidan etilib chiqib bo'rini qattiq bir usigan ekan, bo'ri o'ngdisiga tushibdi. Bu vaqt fil xartum bilan bo'rini yo'g'ib olib daryoga etibdi. Shunda qilib qir bo'ri suvda tunjiqib o'libdi. 5 do'st xushal-xuram uyga qaytib kelib, shirin uyquga ketibdi. Kichik do'stlar, bu cho'chak orqali nimani tushundinglar? Ha, to'g'ri. Kichkina qo'zichoq do'stlar bilan hamkorlashib, aql-farosat orqali yovuz bo'ri ustidan g'olib keldi. Esinglarda bo'lsin, har vaqt o'z afzallikinglar va ortiqchiliklaringlar bilan boshqalarning ortiqchiligini birlashtirib, ko'pchilikning aql-farosatidan foydalansanglar, har qanday qiyinchilikni yengil bo'ladi. Mana bu hamkorlikning kuchi. O'zaro hamkorlashib, birlikda kuch va aql chiqarganda yengil bo'lmaydigan qiyinchilik yo'q. Keyingi cho'chkimiz bu yerda oxirlashdi. Omon bo'linglar. Kelarki qitimliq cho'chak sayfimizda ko'rishaylik.